yo'lagan aytsam yo'qmi? Senga gapirma. Jonim, berinchi qarang. Ey, Qo'rqmang, bir qarorimiz sizni ko'rmoqda, lekin men sizni yorug'likka ketib qolaman asali. Sabr bera hech kim bilmaydi deydi. Akalar sizlarga qarab qilmaydigan sabringlar. ey, aytlaring bu yoqqa. Erkaksiz nimadir qiling. Stop! Senga kim ruxsat berdi? Stop! Deyishdi. Kim yo'lladi seni? Akajon, aytaman sizga, sabr bera hech kim bilmaydi deydi. Sizlar bor ekansizlar, men bilganim yo'q. Sabrga telefon. Qilaman telefon akajonim, sabrga telefon qilib beraman. Sabr jo'rajon bera hech kim bilmaydi deyoding, lekin akalar men ushlaqman, gapir. Qo'lga tushgan bo'lsang nimaga mana aytasan? Endi to'g'risini ayt. Kim yubordi seni bu yerga? Nafsim. Xoliq aka, bular kim? Ana u yoq mahalla rais ekanlar. Nimaga anu bechorani urishyapti? Ana u boshqa mahallaga open budjetdan ovoz berdi, o'shan kuchuk deb uribdi. Chirlamalaringga. Aka, bu pistolet bu, jo'n aka, qo'rqitvermang, iltimos sizdan zashgal kelmas, o'tirib ketadi o'zi. Qo'rqyapsizmi Xoliq aka? Qo'rqyapsanmi? A pistolet bo'lganiga qo'rqatdi aka. Keling shu erkak chaqiramiz. Tushunmadim. Haqda nimaymiz akajon? Yutgan anchadan chiqib ketadi, bo'ladimi aka? Tasha. 6 pagon urdi akajon sizda. Senga javob, ketaver. Manchi. Sen qolasan. Ey, men tashlab ketaverasanmi shular? Ey, men seni bir marta tashlab ketmagandim lekin. Akajon, bitta o'ynasin jon aka. Ey, bitta o'ynasin shu. O'zing o'ynaysan. Yo, aka, men prosta harom ishlarga qo'lim kelmaydi akajonim. Yet pagon urdi. Karta o'ynash sizga emas ekan-ku. Ey, menga qarang. Pilotlar, dars o'ynayvering. Bizga ketib tushundingmi? Sog' bo'ling. Yur jonim. Ket. Ey, yomon shustir ekan, bitta karta bilan. Sog' bo'l. Sizlar ham sog' bo'linglar, takror uyga yetib ol. Unaqa qilmang, iltimos aka. Ey. Allah kirib ketdi. Ay, yomon yiqildim, ayollar.